Mana aytyapman. Chekimni so'radim qonun tartibida. Chunki bu yerda har tomondan kirib chiqib chekka qarab sizlarga nima to'laydi. Qonunni juda cho'tga tushunaman. Mandan 2-3 minut oldin tomosha chiqib ketdi. Men o'zim kirib kelishim bilan mashina chiqib ketdi. Yo'q, ishtirokdagi mashina bu o'zim kirmaydi mashina. Mana aytyapman aka. Xo'p, apparat ishlamabdi. Undan oldingi dedim, chek to'lqon mashina chiqib ketganini, chekini berganligingizni. Men bir isbot bo'lay deyapman. Men aytolmayman, aytaman haqiqatdan ham. Mana shu shtraplashatkadagilar vaqtida chekini berar ekan. Men to'g'ri gapirmadimmi? Bu yoqqa aytyapti, biz sizga ko'rsatishga majburmiz. Bu bo'ldi. Nalo kodini kelsangiz, nalo kodini ko'rsataman. Kassadasizmi? Charchamaysiz, sog'lardan. Kassa operansiz bo'libgina. Ke polvon. Birinchi buyoqda Chek berishdimi, berishmadimi? chekni hozir sizga murojaat qilib bo'lganimdan keyin berishdimi? Aka qarang. Boshdan tushira mana. Tamom, boshdan tekshirib qarang. Internetga ulanish muammo bo'ldi aka. Mana akam ham guvoh. Siz ham ko'rdingiz, to'g'rimi? Men terib beraman deb, bermayman demadim aka. Chekni sen to'g'ri qo'yapsiz, mana qo'ying desak olmayapti. Menga u talab qo'yapti, boshqani chekini ko'rsatyapti. Endi men boshqa odamni fuqaroni chekini ko'rsatishga majbur emasman-ku, to'g'ri? Siz kelib ko'rishga haqqingiz bor, to'g'ri? Men noloq xodimingizsiz bilan. Aka bo'ldi, tanimasda aka. Men bo'lgan bolasiman. Prosta akaga men chek bermayman demadim. Qonuniy talabini bajarishga. Qarang, men aytyapman, men bloger sifatida deyapman. Ommaga ertaga fuqarolar qanaqadir noto'g'ri negativ fikr bo'lsa sizlarga nisbatan deyapman. Haqiqatdan shular kirgan shtraplashatkaga kirgan mashinaning chekini berar ekan degan narsani men ommaga olib chiqib beraman. Ertaga haqiqat deb aytdim men. Toshkentga ketdi hozir. Mana bundan oldin mana bu yerda kvitansiyani ko'rish kerak edi. Nechta kvitansiya bor? Shunga qarab yo'q chekni ko'rish kerak. Meni fikrim, birinchi yo'qni ko'rish kerak. Ikkinchi yo'qni ko'rish kerak. Chunki bizning o'zimizga qo'shni ishtirok keltirganda joyiga hech qanday e'tiroz bildirmadik. Joyiga hech qanday e'tiroz bildirganimiz yo'q. Olib keldi, tiqdi qonuniy talabini bo'ysundikda pullarni to'ladik. Aka, siz ham shu joyda to'g'ri gapiring. Gayini siz manetda boshqacha gay bizga boshqacha tafsilot berdi. Menga yolg'on gapirdi, o'zlari vijdonli bo'ladi degan gapni ishladi. Videomga tashlab bo'ldimmi? E'tiroz bildirib, boshqa. Mana fuqaro aytyapti. Yo'q, siz ham xolis bo'l. Siz ham xolis yo'q aka, men aytgan gapimni aytyapman. Aytgan gapingizni ayting. Hozir aka videomni chiqarganim chiqarib bo'ldim bu yerga videoyimni. Hozir aytadigan. Qanday boy video oladingiz? Aka tashqarida olgan videoyimni bormi? Yo'q. Qanaqa eshitgan bo'lsangiz boricha chiqarib berdim men. Manetda aytgan gapingizni menga aytishim. Akajon, Bobur akamidi? Bobur aka. Telefoningiz bormi? bor. Oling telefoningizni. Xo'p, men telefonni videoda hozir aytaveraman. Deyman. Qarang. Hozir ularga bu holat bo'yicha soliq mobil ilovangiz bor. Chek bermasa, chekingizni so'radingiz, chek bermadim, soliq mobil ilovangizni prezidentimizni 255-sonli qaroriga asosan mana shu joyda chek berilmadi deb, mana soliq mobil ilovasini ko'rsangiz, siz aytayotgan hozirgi qonuniy talabingiz bor-ku. Bu qonun doirasida chora ko'rishlik uchun ko'rib chiqamiz. Obid aka, siz hozir mana bu yerga bugungi to'lov kirib chiqqan mashinada turibdi-ku mana hozir. Kirib chiqqan mashina to'lov qilyapti bizga o'xshaydi 25 ming. Mana bu yerda mana yuk transport vositasini Shundan sizga hozir tushuntirmoqchi bo'lganim. Aka eshiting. To'xtang, men o'zim aytib yuboray bu yoqqa fikrimni. Men bu yoqqa sizga